Sakina. Yoningdaman. Muallif Shamsinur. Nega jimsan? Men yaxshi oshpaz emasman. O'rganasan. Hech kim onasini qornidan o'rganib tug'ilmagan. Aytganman-ku taomga injiqman deb. Kiyimlarim doimo dazmollangan bo'lishi kerak. Ich kiyim va paypoqlargacha. Men talabchan odamman. Film ham sen ko'rib yurganingdek emas. Rosti o'z xarakterimga qarama-qarshi iljayib yurishdan charchagandim. Baxtiyor rost aytayotgandi. Mana bu yerga kelishganidan beri Baxtiyorni xuddi almashtirib qo'ygandek. Avvalgi hazilkash yigit jiddiyga aylanib qolgan. Durdona esa yurak yutib biror narsa deya olmayapti. Ular sizni ta'qib qilishmaydimi? Kim? Anu kursdoshlaringiz. Qamoqda ancha tarbiya qilishadi. Xavotir olyapsanmi? Yo'q-e, qamoqda bo'lsa bas. Ancha quyilib chiqishadi. Zohida haqidagi gaplar rostmi? Sen ovqatingni ye, sovuyapti. Ungacha esa men aytib beraman. Xo'p. Durdona sanchiqni go'sht bo'lagiga sanchgancha ovqatlanishga tushdi. Gulnora degan qiz bo'lgan birinchi kurslardan. Birdaniga o'z joniga qasd qilgan. Ammo uni saqlab qolishgan. Shundan keyin ham ruhiy holatida o'zgarish uchrab turgan. Menga esa bu ham qo'shimcha ish sifatida topshirilgandi. Zohidaning ishi ekanini aniqlagunimcha ancha vaqt o'tdi. Ungacha esa bir ikkita qatnashchilar bilan sevishdim. Tiqilmasin, ovqatingni yeyaver. Keyinchi ulardan ham gapni aylantirib ma'lumot olgach, Zohidaga qarmoq tashladim. Shuni kutib turgan ekan, bo'ynimga osilib oldi. Keyinchalik uni ishonchiga kirib, bor gapni bilib oldim. Oliygohning orqasiga o'tib bir guruh qizlar bilan Gulnorani o'zicha jazolagan. Hattoki barcha qizlar uni tepishgan. Jirkanchiliklar qilishgan. Buni videoga ham olishgan. Qizni sudrashgan. Keyin esa kiyimlarini yechib olib, o'zini o'sha yerda qoldirishgan. Kaltak zarba va qo'rquvdan qiz bechora hech kimga inday olmagan. Oqibati o'z joniga qasd qilish bilan yakunlandi. Zohidani bunaqa hunari ham bor ekan-da. Ha, shunday. Hatto menga maqtanib videosini ko'rsatdi. Keyin men tegishli joyga jo'natdim. Unaqa qarama. Yoshlar ovqatlanib bo'lishgach, biroz suhbat qurishdi. Osmonlarga uchib ketsam mayliga. Hech o'zimga kela olmayman. Bu ne hol? O'xshab qoldim bir kunda men Layliga, alif bo'ldim. Qaddim edi doim dol. Nelar edi mening orzu niyatim, barin berdi ming shukrlar taqdirga. Sal bo'lmasa qo'lim siltab ketardim, peshonamga yozilgan go'zal baxtimga. Ya Allohim, o'zing Razzoq, Xalloqim, musavvirim, taqdirlarni bitguvchi. Men roziman, menga neni atasang, baxtim bilan mahshargacha ketguvchi. O Baxtiyor, qiynab mening dilimni arosatga solibsan-a, bilmabman. Peshonamga bitilganim o baxtim, bir borgina senga nazar qilmabman. Farhod bo'lib sen tog'larni ochguvchi, shiriningman, faqat seni kutguvchi. Men Laylingman, Majnunimsan bilsang gar, kim qadarga taslim, o'sha yutguvchi. Muallif Umidaxon Mo'minova. Durdona yer ostidan Baxtiyorga qarab qo'yardi. U yigitni qaytadan kashf eta boshlaganda. Munisa 4 oylik bo'lgan bolasini uxlatgancha ishlarda davom etdi. Kechga borib uydagilar to'yga ketishdi. Qaynisinglisi bilan Munisa uyda qoldi. Yarim kecha Barnodan dori so'rayman deb xonaga kirib borganida sharmandali ahvolni ustidan chiqdi. Barno va bir erkak qip-yalang'och bo'lgancha Munisa dodlab yubordi. Barno darhol ustiga choyshabni o'ragancha ortiga qaradi. U yangasini uxlagan deb o'ylagandi. Yanga,
o'g'ri mushukdek pusib yurganmidingiz? Barnoxon, bu... Munisani tili tutildi. Sizni ishingiz bo'lmasin. Boring xonangizga. Og'zingizdan gullayman deb xomtama bo'lmang. Munisa jirkanchiliklar bosgan xonani eshigini yopdi. U ko'rganlarni hazm qila olmasdi. Eriga aytay desa, qaynonasi baribir Barnoga yon bosib yolg'onga chiqaradi. O'rtada Munisa tuhmatkash bo'lib qoladi. Nima qilish kerak? Qaynonasi kelishini poylab o'tirdi. Ko'ziga uyqu ham kelmadi. Bahrinoy va eri mehmondorchilikdan 23:00 ga qarab qaytib keldi. Qaynotasi uyga kirib ketishi bilan Munisa qaynonasini oldiga yugurdi. "Oyjon, kelin, uxlamay nima qilyapsiz? Oyjon, bizni xonaga yuring, gaplashib olaylik." "Tinchlikmi?" "Yo'q-da." "Qani yuring-chi." Bahrinoy kelini bilan uni xonasiga kirdi. "Gapiring, nima gap?" "Oyjon, haligi Barno..." "Xo'sh, namuncha dovdiraysiz? Tezroq gapiring, uyqum kelgan." "Barno bir begona erkak bilan xonada zinoga botdi." Bahrinoy Munisani bo'ynidan bo'g'ib oldi. "O, menga qara. Nimaga qizimga tuhmat qilasan? Kelayotganini ko'ra olmayapsanmi?" "Oyi, oyjon, rost aytayapman." "Bekorlarni aytibsan. Barno unaqa emas. Boy o'g'lidek poylaguncha borib yot." Bahrinoy kelinini siltagancha chiqib ketdi. Munisa esa aytganiga pushaymon bo'lganicha xo'rligi kelib yig'lab yubordi. Qaynonasi ertaga unga ters bo'lib olishi aniq. Telefonini olib eriga qo'ng'iroq qildi. Afsuski, eri kech bo'lgani uchun ko'tarmadi. Bolasi g'ingshigach, uni ovutish uchun qornini to'yg'isa turib uxlab qoldi. Tush ko'ribdi. Tushida tubsiz dengiz emish. Har tomondan tikanlar uni o'rab kelarmish. Tikanlar qop-qora ekanki, ulardan qochib bo'lmas ekan. Tikanlarning uchi taniga botganida olam-olam og'riq berar ekan. Ammo jarohatdan qon chiqmas ekan. Oxirida tikanlarni bari Munisani o'rab oldi. Ammo Munisa qutula olmadi. Ertalab ham bo'lgan voqealar va tushi ta'sirida o'ychan bo'lib yurdi. Nonushtada Barno nigohlari bilan yeb qo'yaman derdi. Qaynonasi esa qovog'ini solgancha gapirmay o'tirdi. "Dadasi, bugun o'g'illarga yordamga borasizmi?" "Ha, uyda zerikdim. Borib bir yozilib kelay. 2-3 kunlar yuraman o'g'illaringga qarashib." "Mayli, ancha ochilib kelasiz." Nonushtadagi idishlarni yuvib olib uyga kirgan Munisa erining qo'ng'iroq qilganini ko'rdi. Telefonni qo'liga olib qayta qo'ng'iroq qildi. "Allo, Munisa, telefon qilibsan. Kecha toshdek qotib yotgan ekanman. Yaxshimisizlar?" "Yaxshi, rahmat. Dadasi, qachon qaytasiz? Qurilishni yakunlamasak bora olmayman." "Tezroq kelsangiz, sizda muhim gapim bor." "Boraman, o'shanda aytasan. U vaqtda kech bo'ladi." "Hozir ayt unda. Telefonda aytiladigan gap emas bu. Munis, juda ezma bo'lib ketibsan. Aytsang, ayt, odamni ezvording-ku." "Bo'pti, kelsangiz aytarman." "Mayli, gaplasharmiz, ishim bor." "Xo'p, mayli." Yigitali xotiniga zarda bilan telefonni o'chirib qo'ydi. Munisa yana aytolmay tilini tishlab qoldi. "Kelin, qayoqqa ketdingiz zarru?" Munisa yugurib chiqdi. "Labbay oyjon, qaynotangizni kiyimlarini solib, oyoq kiyimini artib qo'ying. Hozir hammomdan chiqsa ketadi." "Xo'p." Bahrinoy qizini oldiga kirdi. "Nima qilarding uyga olib kelib?" Oyi, qayoqdan bilibman turib qolishini?" "Endi nima qilamiz? Akangga aytsa tamomsan. Karim akam bir yo'lini top, gap so'z bo'lmasin dedilar. Bilasiz, katta odam. Obro'siga to'g'ri kelmasmish." Uff, boshim og'rib ketdi. Yangang uni yuzini ko'rgan bo'lsa, tamomsan. "Bilmadim. Balki ko'rgandir. Chiroq yoniq edi." "Ahmoqsan, ahmoq. Bo'lar ish bo'ldi." Sharofat opa boshini bog'lab o'tiribdi. Kelinini oy kuni yaqin. U ham siqilib qoldi. "Qizim, ovqatga unnamang. Dadangiz ko'chadan biror nima keltirar."
o'zi bir ahvoldasiz. O'g'il tug'may mengina o'lay. Shunchalar ham ahmoq bo'ladimi? Kuydirdi meni, kuydirdi. Unaqa demang, oyijon. Balki bu yolg'on xabardir. Bilmasam. Bir gapi bordirki, eltib qamab qo'yishadi. Tuhmat bo'lishi ham mumkin. Bu gapingiz ham to'g'ri. Barcha umid Xudodan. Ozoda esa bir so'z demay xonasiga kirib ketdi. Kecha qaynotasiga telefon bo'lib aytilgan xabar butun oilani tushkunlik girdobiga tashlagan. Qudrat aka ertaga ketadigan bo'lib turibdi. Borib hammasini aniqlashtirmoqchi. Ozoda Eldorni qamalganiga xafa bo'lmay iloji yo'q edi. U oy kuni yaqinlashib qolganiga erini intizor kutayotgandi. Tug'ruqxonadan ham eri olib chiqishini kutardi. Ammo endi nima bo'ldi? Eldorni psixotrop dori savdosida ayblab qamashdi. Ozoda bu haqiqat bo'lishi ham mumkinligini o'yladi. Sababi oxirgi kelganida Eldor juda ko'p pul berib ketgandi. Oddiy talabani buncha pul topishi albatta shubhali edi. Ozoda og'riqlarga bardosh berib kunni kech qildi. Qaynotasi pishirilgan baliq olib keldi. Oilaviy baliqxo'rlik qilishgach, Qudrat aka hoziroq yo'lga tushishini aytdi. Taksi gaplashib qo'yganman. Hozir chiqsam, ertalabgacha boraman. Mayli dadasi. Ilohim tuhmat bo'lsin-u, o'g'limiz oqlanib chiqsin. Ilohim shunday bo'lsin. Ertasi kuni esa Qudrat aka aniqlagan gaplarni xotiniga qo'ng'iroq qilib aytib, Sharofat opani qon bosimi oshishiga sabab bo'ldi. Onasi, o'g'ling anavi topib olgan alvastisi bilan birga ekan. Nimalar deyapsiz? Ikkov birga dori sotgan ekan. Boshimda shu kunlar ham bormidi? Men qaytayapman. O'g'lingni juda taltaytirdik. O'zi pishirgan osh, o'zi yeyaversin. Men aralashmayman. Dadasi, axir gap tamom. Bunaqa bema'nigarchilikni qilishdan oldin o'ylasin edi. Xotini yaqinda tug'adi. Bas dedim. Men mashina gaplashay, boraman. Sharofat opa shundan so'ng o'zini tashavordi. Ozoda esa tez yordam chaqirishga majbur bo'ldi. Durdona opasi bilan ko'ylak tanlashga bordi. Opa, buni olaman. Tanlagan kiyimingni qara. Bu juda oddiy va yopiq-ku. Shunaqasi kerak. To'ying bir marta bo'ladi. Qara, qanday chiroylilari bor. Rosti yengi uzun menga yoqmadi. Durdona opasi ko'rsatgan bir ikkita ko'ylakni rasmga olib Baxtiyorga jo'natdi. Qaysi birini tanlay? Xabarni javobi ham ko'p kuttirmadi. Hech birini. Yengi yo'q ko'ylakni tanlab o'tirma. Xo'p. Durdona o'zi bilgan javobni qayta o'qidi. Menga qarab yuboring. Durdona salon xodimasini chaqirdi. Labbay. Mana bu ko'ylakka yeng qo'shsa bo'ladimi? Barcha ko'ylagimizga qo'sha olamiz. Siz ma'qulini tanlang. O'zingiz aytgandek tayyorlab beramiz. Shundan so'ng Durdona ko'ziga chiroyli ko'ringan ko'ylakni tanladi. Keyin esa talabiga muvofiq ko'ylakni yoqasi va yengini yopib beradigan bo'lishdi. Durdona, seni taniy olmayapman. Opa, Baxtiyor yengi uzun ko'ylak tanla deganda. Nega o'zi kelmadi? Ishi ko'p. U oddiy ishda ishlamaydi. Senga vaqt ajratsa bo'lardi-ku. Opa, u ayollarning ishi bu dedi. Mayli. Opa singil ko'ylakni band qilib chiqishdi. Durdona uyga borganida Baxtiyor qo'ng'iroq qildi. Yaxshi borib keldingmi ko'ylak tanlashga? Rahmat, yaxshi. Yaqinda sud bo'ladi. Jinoyatchilar qamoqda bo'lgani va Nargizaning ruhiy holati yaxshiligi uchun unga kasalxonadan javob berishadi. Voy, buncha zo'r. To'yimizga ham keladi. Ammo nima gap? Uni otasi kechirmadi. Senda qizim yo'q dedi. Bechorani borar joyi yo'q. Xayolini joyiga qo'yganida bu kunlar boshiga tushmasdi. Durdona, sen juda rahmdilsan. Agar Nargiza tuzukroq qiz bo'lganda, bitta yigit deb otasini yuziga oyoq qo'yib ketmasdi. Hamma ham xato qiladi. U pushaymon. Qachon chiqadi? Bugun yo erta? Telefon qilay desam, telefoni yo'q. Qanday bog'lanishim mumkin u bilan? Dirsoradan iltimos qil. Har kuni boradi-ku. Bu gapingiz ham to'g'ri. Unda gaplashib ko'ray, keyin sizga qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, mayli.
Durdona Dilsoraga qo'ng'iroq qilganida baxtiga dugonasi kasalxonada ekan. Dilsora, Nargiza bilan gaplashtira olasanmi? Ha, yonidaman hozir. Berchi. Xo'p, mana. Allo. Nargiza, tuzukmisan? Senga yangiligim bor. Qanaqa? Senga javob bo'larkan. Rost aytyapsanmi? Nargiza quvonchdan baqirib yuboray dedi. Ha, rost. Bu eng yaxshi xabar bo'ldi. Qayerga borasan? Bir muddat sukutdan so'ng Nargiza javob berdi. Shuni o'ylayapman-ku. Xohlasang bizni ijara uyga bor. Kamola degan sherigimiz operatsiya bo'lgach qaytib kelmadi. Senga ham joy topiladi. Ammo avval dadangni oldilariga yana bir bor borib kechirim so'ra. Shunaqa niyatim bor edi. Mayli, meni onam chaqiryaptilar. Gaplasharmiz. Rahmat, Durdona. Durdona onasini oldiga chiqdi. Labbay, oyi. Tikuvchi qo'ng'iroq qildi. Borar ekansan. Xo'p, bo'l tez. Dadang gaplashib qo'yadilar. Hozir. Munisa qaynotasini kuzatib endi uyga kirganida ortidan qaynonasi va qaynisinglisi kirib keldi. Sen nega meni ortimdan poylab yuribsan? Bu tasodif edi. Barno, eriz bo'la turib begona erkak bilan. Munisa gapini tugata olmadi. Barno unga tashlanib qoldi. Jonini koyitib ish qilmagan Barno nimjongina Munisadan baquvvat edi. Ay, nima qilyapsiz? O'chir ovozingni. Barno Munisani sochidan burab olgancha duch kelgan joydan urib tepardi. Barno, qo'yvoring. Men sizga nima qildim? Sen meni poylamasliging kerak edi. Mana senga poylash. Mana senga aql berish. Bu gal qaynonasi ham qo'shildi. Munisani boshidan urib hushidan ketkazishgach, beshikdan qizaloqni olishdi. Oyi, oling buni. Barno oyisiga Bahorani uzatdi. Izi qolmasa bo'ldi. Qolmaydi. Siz chiqavering, men ortingizdan chiqaman. Barno atrofni tozalab chiqdi. Keyin esa Munisa yotgan joyga kelib, ustidan benzin quyib yubordi. Keyin esa cho'ntagidan gugurt chiqarib xonaga o't yoqdi. Eshik oldiga borib eshikni qulfladi. Ichkarida esa xushsiz Munisa yotar. Ustiga benzin sepilganidan xabarsiz edi. Barno onasini oldiga shoshdi. Yaxshilab qulfladingmi? Ha, oyi, qulfladim. Ocholmaydi. Yur tezroq. Mehmonlar kutib qolishdi. Tamballangan eshik. Ichkarida esa urib hushidan ketkazilgan ayol. Atrofiga benzin sepgancha o't qo'yib ketishgan. Yong'in kuydirishni boshlaganda kuchli og'riqdan ko'zlarini ochdi. Yordam! Yordam! Yonyapman! Yordam beringlar! Munisani qichqirig'i alanga ichida qolgan devorlarga borib urilardi. Jon holatda o'zini eshikka urdi. Afsuski eshik qulf edi. Munisa qichqirar, dodlar eshikka o'zini urardi. Tanasi esa achishtirib azob berar. Yerdan qo'lga ilingulik narsani topish juda mushkul edi. Munisa eshikni urib tinimsiz dod solardi. Barno va onasi ikki bolani olgancha mehmonga ketishgandi. Munisani alanga ichida qoldirganlari zarra vijdonlarini qiynamas edi. Munisa oxirgi kuchini to'plab baqirdi va hushini yo'qotdi. Sud zali ayblanuvchilarni so'roq qilishyapti. Shunda mashhura qizining daragini eshitib qoldi. Siz birikkan jinoiy guruh mana bu qizni ham sotib yuborgan. Mashhura rasmga qarab qotib qoldi. Bu qizim-ku. Uni ham sotib yuborishgan. Afsuski u yuqori qavatdan tushib ketib vafot etgan. Ammo bu uyushtirilgan degan gumon bor. Mashhura yuragini changallab o'tirib qoldi. La iloh! O'zingizni qo'lga oling. Yolg'on. Ishonmayman. Biz ishonchli dalillar asosida gapiramiz. Mashhurani ahvoliga havas qilib bo'lmasdi. Laziz ham boshini eggancha jim bo'lib qoldi. Laziz qochishga qochdi-yu, ammo o'zini nazoratda ekanini unutgandi. Baxtiyor mashinani ko'zdan kechirgan bo'lib, unga GPS o'rnatib qo'yishga ulgurgandi. Bu orqali esa qochib ketaman deb o'ylagan Lazizni osongina qo'lga olishgan edi. Lazizga esa ayni damda Sevara mag'rurlarcha qarab turardi. Laziz uni agentligini so'nggi daqiqalarda tushunib yetdi.
Sud barcha keltirilgan dalillar Nargiza va u qatori jabr ko'rganlar ko'rsatmasiga binoan mashhura va hamtovoqlarni uzoq yillarga tegishli qamoq jazosiga mahkum qildi. Nargiza esa anchadan beri endi Lazizni qarshisida ko'rib turibdi. Bir vaqtlar uning uchun jonini berishga tayyor bo'lsa, endi hatto ko'rarga ko'zi yo'q. Cheksiz nafrati bor edi xolos. Laziz esa Nargizani ko'rib hatto pinagini ham buzmadi. Mashhurani ahvoli havas qilgulik emasdi. Jigarbandidan judo bo'lish uni cho'ktirib qo'ygandi. Eng yomoni esa qizini sotgan to'da uning o'zi hamkorlik qiladigan odamlar bo'lib chiqqan edi. Nargiza suddan qaytib Durdonaning ijara uyiga keldi. U 3 kundan beri shu yerda yashayotgan edi. Xonaga kirib yig'lab yubordi. Bir pulga arzimas odam uchun ota-onasidan kechib qochib ketgani oqibatini ko'rib turardi. Kecha ota uyiga bordi, ammo uni uydan haydab chiqarishdi. Darvozani ochib endigina qadam bosganda hamki, uydan chiqib qolgan otasiga ro'baro bo'ldi. "Assalomu alaykum dadajon. Meni qotil bo'lmasin desang, chiqib ket. Mayli o'ldiring, roziman. Bu kunimdan o'lganim yaxshi." Nargiza otasini oyog'iga o'zini otdi. Ammo otasi kutilmaganda Nargizani tepib yubordi. "Ko'zimdan yo'qol, oqpadar!" Uydan yugurib chiqqan Hafiza opa eri tomon shoshdi. "Mana bunga ayt, qorasini o'chirsin." "Dadasi, o'zingizni qo'lga oling. Chiqarib tashla. Hoziroq." Erini oshxona tomon ketganini ko'rgan onaizor qizini sudragudek qilib tashqariga boshladi. "Tur, bir muddat bosilishini kutamiz. Battar asabini buzmaylik. Biror narsa qilib qo'ymasin." Hafiza opa Nargizani darvozadan chiqarib eshikni yopdi. Nargiza ko'chada yig'lagancha ancha yo'l yurdi. Oxiri taksiga o'tirgancha qayta ijara uyga kelgandi. Rost, qarorni o'zi qabul qildi. Ammo u ham baxtli bo'lmoqchi edi. Qayga borib quyiladi oqar qonim. Qildeki jonin qilolmaydi hech kim fido. Meni g'amga tuqqanlarmi onajonim? Meni dardga yaratganmi qodir Xudo? Qismatimning qo'llarida qayroq toshi, qilichini o'tkirlaydi shom u sahar. Qabrda ham tinmas balki ko'zim yoshi. Dunyo nechuk ozorlaring jonim qadar. Mana hozir ham yuragidagi dardlari quyilib kelyapti. Dilsori u bilan yaqin emas. Uni tushunguvchi faqatgina Durdona bor edi xolos. Yig'laganni o'zidan boshqa hech kim eshitmadi. Hech kim bilmaydi ham. Bilsa nima? Bilmasa-chi? Baribir hech narsa o'zgarmaydi. Munisa og'riqlarga chidolmay yerga dumalay boshladi. Yerga dumalab taniga ozor berayotgan olovni o'chirdi. Bo'ynini tagi, og'zi, yuzlari juda achishib og'riq berardi. Eshikka borib dod solgancha baqiraverdi. Yaqin atrofda yashovchi qo'shnilar qo'shni uydan kelayotgan tutunni ko'rib tashqariga chiqishgandi. Ayol faryodini eshitib esa Munisani uyi tomon otilishdi. Ular eshik yoniga kelganida Munisaning faryodini eshitib, eshikni ochishga harakat qilishar, ammo eshik qulf, kalit barnoda edi. Ming bir harakat bilan to'planganlar eshikni ochishdi. Munisa o'zini tashqariga otdi. Shu zahoti hushini yo'qotdi. Qo'shnilar o't o'chiruvchilarni chaqirishdi. Qarab turmasdan o'zlari ham o'chirish harakatiga tushishdi. O't o'chiruvchilardan oldin tez yordam mashinasi yetib keldi. Qo'shni ayollar Munisani oldida to'plangancha unga ich-ichidan achinib o'tirishardi. Guldek yuzi bor ayolni ayni damda yuzidagi jarohat sabab ko'pchilikni achinishiga sabab bo'lgandi. Tez yordam xodimlari darhol Munisani kasalxonaga olib ketishdi. Zaynura opa, Bahrinoyni raqami bormi? Ha. Telefon qilib ayting kelsin. Kelini bechoraga biror nima bo'lmasa bas. Qo'shni xotin telefonini olib Bahrinoyni raqamini terdi. Allo. Qayerdasiz qo'shni? Mehmonda edim. Kelinni xonasi bilan o'zi yonib ketibdi. Tez yordam bilan o't o'chiruvchilarni chaqirdik. A? Nima? Hozir boraman. Kelinim yaxshimi? Tez yordam olib ketdi. Voy o'lay. O'zi yaxshimi? Bilmadim.
Bahrinoy telefonni o'chirdi. Bechora ayol kelinini ahvolidan tamom bo'ldi eshitib. Yaxshiyam qizaloqni olib ketishibdi. Ha, shuni ayting. Qo'shnilar olovni o'chib bo'lishini kutishdi. Ko'pchilik bo'lib olovni o'chirishdi. Munisaning xonasi hovlini chap burchagida bo'lib, unga yondosh xonalar bo'lmagan. Barnoga esa bu qo'l kelib xonaga qo'shib yangasiga ham o't qo'yib yuborgan. Bahrinoy va Barno yetib kelib dodvoy qila ketishdi. Voy, uyim kuydi. Kelinim tuzukmi? Tirikmi? Bo'ldi qo'shnijon, o'zingizni bosing. Yaxshiyam vaqtida eshikni ochdik. Bechora o'lib ketarmidi? O'g'limga nima deyman? Bahrinoy o'tirgancha dod solib yig'lay boshladi. Oyi, bo'ldi. Bolalarni qo'rqityapsiz. Turing, uyga kiraylik. Ana aytishyapti-ku tirik deb. Barno onasini va bolalarini arang uyga olib kirdi. Akasiga qo'ng'iroq qilib uyga chaqirdi. Aka, kelmasangiz bo'lmaydi. Senda ham shu gapmi? Nima bo'ldi o'zi? Munisa ham kel deydi, sen ham. Aka, yangam o'zini yoqibdi. Nima? Biz xolamlarnikiga ketgandik. Bolalarni o'ynatib kelaylik deb. Esing joyidami? Qanday qilib yoqadi? Aka, buncha ezmasiz, keling tezroq. Barno telefonini o'chirdi. Akang kelyaptimi? Ha. O'sha o'rgatgan gapimni aytasiz. Xotining necha kundan beri g'alati edi. Vos-vos bo'lib qolgan ekanda, hech nimani o'ylamay o'zini yoqibdi. Bolasi ham ko'ziga ko'rinmabdi. Bahorani qo'ymay bizga berib yuborgandi deysiz. Ortidan yig'lash esingizdan chiqmasin. Yo'qsa akam ishonmaydi. Bo'ldi, shularni aytaman. Ishonmasa-chi? Ishonadi. Ishonmay qayoqqa ham borardi? Barno telefoniga qarab qo'yib, chalpillatib saqich chaynab ketdi. O'zi anu kuni qaynonam sezib qopti. Nimalar deyapsan? Ha, oyi, bilsa bilar. Alkash o'g'lini odam qilib yuribman. Men bo'lmasam unga itam tegmaydi. Yaxshiyam shu Shoyim akam bor. Nima desam olib beradi. Latta erim topganni ichishdan bo'shamaydi. O'sha erni ham o'zing topgansan. Oyi, tush ko'ribmanmi uni alkash bo'lib ketishini? Qaynonang eringga gullamasin. Hech nima qila olmaydi. Ketsam kimni kelin qiladi? Oyi, buni o'ylamang. Anavini dumini tugaylik. Akamlar bilmasa bo'ldi. Barnoga qo'ng'iroq bo'ldi. Ha, nima deysiz? Hali 1-2 kun turaman. Yangam o'zini yoqibdi. Onamni yonida turishim kerak. Gapni ko'paytirdingiz-da. Bo'pti, xayr. Telefon o'chgach, Barno asabiy so'kindi. Loh, bas qil. Bahrinoy qizini jerkib berdi. Baxtiyor to'ylarga yaqin qolgani uchun Durdonani ko'chaga kamroq chiqishiga undardi. Yoki biror kishi bilan chiqib kel derdi. Institutga borishim kerak. Bu yerda nima qilasan?